Kecha mana narsalar oldim. Hozir bansiyaga ketyapman. Kechagidek ularga berib chiqaman. Mana olganlarim bu safar 15 ta oldim. Endi 15 kishiga beramiz. Qo'ldan kelgancha. İşte başladık. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Visita qilmadimmi? Ro'za oyiga yaxshiroq kelib chiqardim. Yaxshiroq chiqardim-da. Yaxshi bo'lib ketingizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu so'yiga buni kelib chiqardim. Nima bersonmi? Ha, shunday. Rahmat. Rahmat. Allohning niyatlaringizni ro'yobga chiqarib, sog' salomat bo'lgan. Aytdim. Hayır, yaxshi bo'lib ketingizlar. Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ro'za oyiga hisob qilib bergan edim. Ehson? Ha. Mana shu. Nima talabsiz? Shu nogada, shu ro'za oyiga eng avvalo elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Ota-onamiz sog' salomat bo'lsin. Aka, opa-singillarim, qarindosh urug', menga yaqin insonlarim hammasi sog' salomat bo'lsin. Shularga ehson qilib bergan edim. Allohim sizga, oilangizga sog'lik, salomatlik bo'lsin. Topganingiz to'ylarga buyursin, uydagilaringizga ham. Juma barokatlaridan bersin. Ro'za tutib yuribsizmi? Yo'q. Uydagilar tutgan bo'lsa, shu ro'zasini Alloh ibodatlaringizni, ro'zalaringizni Alloh dargohiga qabul qilgan bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, yaxshi niyatlaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Yaxshi joylarga turmushga chiqdingiz, salomat bo'ling, quvvali juvali bo'lib yuring. Mana bizlarga bir bergan bo'lsangiz, Alloh sizga ming barobar bersin. Alloh hamisha sizni xayrli qilib, sog'lik berib, salomatlik berib, umringizni ziyoda qilsin. Topganlaringiz to'ylarga, yaxshi kunlarga bersin. Alloh xayrli qilib, sog'lik, salomatlikda yuring. Allohu akbar. Dargohida qabul qilsin. Siz bizlarga bir beribsiz, Alloh sizga ming bersin. Allohu akbar. Sog'ingiz. Rahmat aytibsiz.